Gar ayol otash bo'lmasa, xon bo'lardik barchamiz. Etilmagan may to'la bir jon bo'lardik barchamiz. Gar ayol baxsh etmaganda biz uchun boqiy umr betaxallus, bexabar, benom bo'lardik barchamiz. Go'daklikdan to'ymasak, issiq bag'irning taftini muhabbatdan bexabar, nokom bo'lardik barchamiz. Sog'masa ko'krak ustun, gar ko'zimiz ichra ona tug'ma ko'ru benavo ayyom bo'lardik barchamiz. Gar ayol ko'rsatmasa bizga odobdan yo'l yo'ruq, zotimiz ayni butun badnom bo'lardik barchamiz. Gar ayol otash bo'lmasa, kulbamiz ketkay sovib, zulmat ichra qop qorong'u shom bo'lardik barchamiz. Gar ayol bizni suyib o'rgatmaganda ilk kalom, bir so'z demay saqlab sukut lom bo'lardik barchamiz. Assalomu alaykum aziz ayollar. Barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Labingizdan samimiy kulgu, xonadoningizdan fayz va baraka, mehr muhabbat arimasin. Bayram muborak bo'lsin.